Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Karl Minecraft nimaga ovozing bunaqa xunuk desangizlar, hozir soat 12 dan o'tyapti. Mana ko'rishingiz mumkin 0:17. Hozir uyqu kelmayapti, shunga shunaqa ovozlamiz. Bugun videoda bizlar mana bu Rexter bilan quruvchilar jangi o'ynaymiz. Rexter salomlash. Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Rexter. Bugungi videoda quruvchilar jangi o'ynaymiz. Soat 00:00da o'ynaymiz. Qani boshladikmi? Boshladik. Bosdik. Qanaqa ekan? Mashina qurar ekanmiz birinchi bo'lib. Mashina undamay sakradim. Hozir qani birinchi bo'lib do'stlar, biz shunaqa qora blok olishimiz kerak bo'ladi. Ovozimga e'tibor bermanglar. Mana yo'q, o'xshamadi. Mana buni ustidan mana bu yarimtalik blok. Bir kubikka o'xshab qoldi do'stlar. Buni buzamiz. Bu yerga qo'yamiz. Ana bu tek qismi edi. Mana shundoq qurdik. Ovozim eshitilyaptimi aziz do'stlar? Mana mashinani bu yer tayyor. Endi bo'lsa bu yerga orqasi tayyor. Endi oldiga mana shundoq qurib boshlaymiz. Mana endi bu yerga yana bunaqa qilamiz. Mana do'stlar, mana bu yerga oyna qo'yamiz. Do'stlar, menimcha o'xshayapti. Oldiga o'xshamadi lekin. Ana endi o'xshashni boshladi. Oldiga biroz dekoratsiya beramiz. Shundoq. Boshqacha olib ketdi-yu. Mana Rexter, uxlab olaylik. Qani Do'stlar, Karolning kanaliga obuna qo'yinglar. Meni kanalimga, ya'ni u aytyapti. Mana mashinani oldi tayyor. Va bu yerni taxta blokdan shundoq qo'yib, mana bundoq qilamiz.
ve bizde rulga o'xshashi uchun mana bunaqa shiftni bosishimiz kerak ve shunga shundoq bosamiz. Ana rulga o'xshadi, lekin sal ortda qolgan ekan. Mana bu yerga o'tirish uchun joy qo'yamiz. Mana bu tomonlarni yopamiz. Menimcha uyim kichkina, meni mashinam kichkina bo'lib qoldi. Aytma, meniki ham kichkina. Mana shundoq quramiz. Bu yerga yine do'stlar, video hozir bo'lishim kerak bo'lib qoldi. Bo'lmasam bo'lmas ekan. Mayli, hozir ertaga videoning ikkinchi qismini olaman.